Саламатсызбы, Халид апа? Assalomu alaykum. Биздин продукцияларды ичип, кандай результаттарды алдыңыз? Бизге ошол боюнча кыскача бөлүшүп кетсеңиз, Xo'p, rahmat. Men kompaniyaga kelganimga 3 yil bo'ladi bu yil. Men bu kompaniyaga kelishimdan sabab meni nevaram tug'ilgandan keyin Raddomdan yaxshi deb, zdorov deb выписать etishdi. Uyga kelgandan keyin bola 15 kundan keyin burnimdan nafas ola olmasdan og'zi bilan nafas olib qoldi. Shundan bolada butun kasalliklar ketishdi boshladi. Ikkita bezi ishib ketdi, burnidan doim suv oqib turardi. Bola yana ves olmay qo'ydi. 5 kilo 500 gram bo'lgandan keyin o'smay to'xtab qoldi. Yana doktorlarga ko'rsatdik, lecheniya qildirdik. Doktorlar albatta kalsiysi kam, immunitet niskiy dedi. Harakat qilishdi. Biroq bola juda sekinlikdan o'sdi. 6,5 kilo bo'lgandan keyin bola o'smay to'xtab qoldi. 1 yoshdan o'tishni boshladi. Doktorlar qildik, boshqa narsalarni ham ichkizib ko'rdik, harakat qildik, lekin bo'lmadi. Men bu kompaniyani mana shu Belly Choy Baymudan sortidagi bu Yaponiyaning produksiyasi bo'lib, kollagen, ya'ni organizmga kerakli butun mahsulotlar bor, ya'ni buni tarkibida kalsiylar ko'p. Shu produksiyadan bolaga berishni boshladim. Sababi bizni kompaniyani produksiyalari haqida o'zimizning broshuralarimiz bor. Shu broshurada mana shu Belly Choyni stafilokok, streptokok mikroblarga qarshi ishlaydi. Ya'ni tomog'idagi o'sha bezlarni o'sha mikroblar keltirib chiqargani uchun shu mikroblarga qarshi ishlaydi deb yozgan. Yana bolani suyak bo'g'inlarini o'stiradi, tomirlarni o'stirib rivojlantiradi deb yozgani uchun men mana shu choydan bolaga berishni boshladim. Bir haftaning ichida bola qimilday olmadi. Umuman yarim santimetrdan bolada u yoq bu yoqqa jilish yo'q edi. Yotgan joydan qimilday olmadi. Shu choyni berganimdan keyin bir haftaning ichida bola 2,5-3 metr yergacha sekin-sekin harakatga tushib qimildab borishni boshladi. 6,5 kilo bola sekin astalik bilan 12 kilo ves oldi. Bola hozir yugurib yuribdi, ves olgan, sog'liqlari yaxshi. Men boshida bu bolani og'rig'ini sababini bila olmadim. Albatta harakat qildim, lekin bu produksiyani bergandan keyin men o'zim shu xulosaga keldim. Bola o'sha onaning qornida bolani o'pkasi rivojlanmay qoldi. O'sha bo'ydan tug'ilgandan keyin haligi yaxshi ishlamagan o'pka organizmda 50% gina kislorod bilan ta'minlagan. Shu alfozda bola yashab yuravergan. Mana shu Belly choyni berganimdan keyin bolani o'pkasi sekin asta yaxshi o'sishni boshladi. Normaga kelgandan keyin bolaga kislorod borib, bola to'la tuzalib yaxshi bo'lib ketdi. Yana men bu choyni bir bola shu 7 oylik bo'libdi, ko'zidan doim yosh oqib turar ekan. Bu tug'ma deyishdi. Doktorlarga ko'rsatib, lecheniya qilyapmiz dedi, biroq shu choydan bergandan keyin bolaning ko'zidagi o'sha tug'ma ko'z yoshini oqishi to'xtadi. Bola yaxshi bo'lib ketdi. Bir qizni shu burnining ichida adenoma deb qoldi. Shunday tug'ilgandan keyin o'sha yoshligidagi burnining ichida suyuqliklar qolib turib, ular sekin-sekin qotib turib, axlatga aylanadi. Bolaning nafas olishini juda qiyinlashtirib qoldi. Buni oqibatida bola og'zi bilan nafas olib, butun tomoq organlari shamollab ketadi. Mikroblar shundaylar bemalol kirishni boshlaydi. Mana shu choydan qizga berishni boshladik. 5 yoshar qiz shu nafas yo'llari ochilishni boshladi. Burun teshiklari butunlay tozalanib, yaxshi bo'lib, bola butunlay yaxshi bo'lib ketdi. Undan tashqari bizni yashil choyimiz bor. Mana shu yashil choyimiz. Ya'ni bizda shu organizmda asosan men bu choyni juda ham hurmat qilaman. Ya'ni bizni meditsinada gepatoz degan narsa bor. Ya'ni odamlarda 35 yoshdan keyin jigarni yog' bosadi. Shu jigarning yog'ini mana shu bizni ganaderma qo'shilgan lutsenziy sortidagi ko'k choyimiz bo'ladi. Choy bilan shu qo'zi qorin birgalikda jigarning ichiga kirib gepatoz, ya'ni jigarning yog'ini tozalaydi ekan. Tinimsiz ichayotgan odamlar bor. Shularga biz ko'k choyni beramiz. Jigarning yog'i ancha tozalangandan keyin oshqozonning ishi tikkalaryapti. Shu narsalarga dori bo'lyapti. Undan tashqari bu yana shu ichaklarning ichidagi axlatlarni tozalab,
ichadi ishini yaxshilayapti. Ya'ni o't orqali o'tni jigarni tozalagandan keyin ichadi ishi funksiyasi qaytadan tikkalanib turib, odamlarda ich qotganlarga juda yaxshi rezultat bo'lyapti. Undan tashqari mana shu qizil choy bilan yashil choy orqali biz yoshlardagi bo'koqlarni lecheniya qilyapmiz. Ya'ni bo'koq degani bu o'sha tomog'imizdagi bir bez organ bo'lib, u o'sha bir vitamin oziqa yetmaganda funksiyasi buziladi. Shundan organizmda zaharli moddalar ko'payib ketadi. Reaksiya deb shu modda ko'paygandan keyin bu narsa kasalni boshini og'ritadi, yuragini o'ynatadi, uyqusi yaxshi bo'lmaydi. Umuman kasal yo ovqat yeb, yo uxlab yoki bir hech narsadan kayfiyati bo'lmaydi. Asab sistemasiga o'ta yomon ta'sir qiladi. Mana shu kasallarda biz shu ekov bilan lecheniya qilyapmiz. Zeleniy choy o'sha zaharli moddalarni tozalaydi, organizmdan tozalab chiqarib Shuni hisobiga qon tozalanadi. Qizil choyimiz bo'lsa, organizmda immunitetini ko'tarib, mikroblarga qarshi ishlagani uchun yana yuradi, muskullarini quvvatga keltirgani uchun kasalda juda tez 3 kun, 4 kun ichida rezultatlar bo'lyapti. Kasallarimiz juda rahmat deyishyapti. Shu bo'koq kasalini shu ikkita mahsulot bilan davolayapmiz. Undan tashqari allergiya. Bu allergiya ham nimadan kelib chiqadi? Bu ham o'sha burun organlarida shu ko'p gripp, ko'p shamollashdan keyin burunning ichki slizistый оболочкасы buzilib, narusheniya bo'ladi. Shuni hisobidan kasal sovuqda ham chuch kiradi, changda ham chuch kiradi, immunitet tushib ketadi. Kasalni ko'zga, quloqqa o'ta yomon ta'sir qiladi. Shundan allergiya orqali insonlar o'ta qiynalib yashab yuradi. Mana shu zeleniy choyimiz o'sha organizmdagi o'sha allergiyalarni hammasini tozalaydi, uborka qiladi, mikroblarga qarshi ishlaydi. Qizil choyimiz bo'lsa, organizmga issiqlik berib, organizmda vitaminlar bilan ta'minlab turib, kishini, ya'ni qonini ko'paytiradi, gemoglobinni ko'targandan keyin mana shu allergiyalar ham tezda yaxshi bo'lib ketyapti.